Erimni qizlar bilan yozishgan SMS'larini topib oldim. Hozir birgalikda Nima? o'qiymiz. Xalq bilsin, xalq. Nima deb yozibman ekan, qani? Mana qiziqyapsiz-a? Ham yozishgan, ham hozir o'qib bersam qayta eslaydi. O'zimga ham qiziqdi, nima deb yozib qo'yganim, qani ko'raylik-chi. Bugun to'y ertalabgacha bo'lar, qadrdonlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom debsiz. Qarang, yoqib ketibdi sizga aliklar olib olibsiz. Xayrli kech. Sizga ham. Xayrli kechlar tilab qolsiz. Rahmat. Xursandligingizdan nima ko'rsatganingizni ko'ryapsiz. Bolani esli demanglar. Nega uxlamadingiz? Uyqum kelmadi. Qani davomi? Mashikan xolos, keyingisiga o'tamiz. Atini aytmay qo'yar-ya. Assalomu alaykum. Elektrikmi siz? Yo'q. Nima ish qilasiz unda? Kasbingizmi? Javobini qaranglar. Pul topaman. Menga atletingiz voshi yoqmadi. Oy qizni eriman desangiz bo'lmasmi? Nechida yozishdi? 0055 da yozishibsiz. Assalomu alaykum. Siz o'zbekmisiz deb ko'zlarida yurakchalar qilib qo'yibdi. Assalomu alaykum. Gapingiz bormi? Gapiring, ichingizda qolib ketmasin. Aldayapti shammanglar. Yo'q, Ozarbayjonman. Nima endi siz ate urush qo'ziganlar hamma Urush qo'zimayapman. Men topib oldim. Nima hamma bilish shartmi? Voy! Uylanganmisiz? Voy boshim. Nima hammaga o'qib beryapsiz, hamma narsani. Uylanganmisiz? Desam, yaqinroq keling. Yo'q desam, tegasizmi? Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Nima kulib turibsiz xursand bo'lib? Yo'qmay o'lsin. Men nima qilay endi mana shunaqa SMS'lar yozganiga? Men nima qilay? O'zingizga o'zingiz jazolarni eng oliysini tanlang. Men tanlasam chidolmaysiz baribir. Bo'pti, qiz enangizga jo'nataman, bilet beraman. Bolam ajab shu. Bo'ladi. Qanday qilib topib oldingiz o'z SMS'larimni? Kecha sizga mashq qizlar yozishuvdik ekan. O'zim telefoningizni olib, o'zim javob berganman. Ayol makridan falak hayrondur, falak bo'lganiga pushaymondur. Bilasakasiz, odam bo'lmaysiz, bilasizmi shuni?